chimildiqqa kirgandan keyin nima qilishni bilasanmi? Ha, dada bilaman. O'g'ilchop. Dilshod akani mahsini ham eshitdingiz. Endi nima qilishni bilasizmi? O'g'lim, men qara, endi shakarchoy ichirasan. Hay dada. Ana Gulxon, sizga o'z qo'llarim bilan asalchi ichiraman. Endi nima qilamiz? Mana o'g'lim, endi asal yalatirasan. Hay dada. Nima qilayotgan bo'lsam, buni ichkariga borib o'ylayman. Yo'q, uyat bo'ladi odamlar, nima deysiz? Xotinjon. Ismanga qarang. O'g'lingizga nima qilishni aytdingizmi? Aytdim xotinjon. Qarang, ana kelin oldiga buni uyattirib qo'ymasin. Boring ana ayting. Asal shirin ekanmi? Guljon, sizni qo'lingizdan mana shirin. Qara, nima qilishni bilasanmi bu yo'g'a? Ha, dadajon. Davay, yana kelaman. Siz ketmadingizmi Gulxon? Isib ketdim. Endi nima qilishni bilasizmi? Qanday bilay dada? Qara, endi nima qilishni bilasanmi? Dadajon, esimdan chiqib ketdi-da. Bu bilmasa mana